Влажный salfetka ishlatgan sana. Doktor, shu desangiz, bolamga pampers taqaman, lekin orqa tarafi qizarib ketyapti. Xohlagan turdagi har xil влажный salfetkalardan foydalanib ko'rdim, lekin foydasi bo'lmayapti. Oyijonisi, влажный salfetkalardan doimiy ravishda foydalanish mumkin emas. Undan ko'ra siz bolani har kuni yengil kir sovun yordamida yuvintiring yoki bo'lmasam детский sovunlar bor-ku, bolalar uchun maxsus ishlab chiqarilgan sovunlar bor. Shu yordamida bolani har doim ish kelganida yoki bo'lmasam ish kelmagan holatda ham har kuni bolani ostini yuvish zarur hisoblanadi. Pampers taqishingizdan oldin albatta prisipka seping. Prisipka sepmasangiz, unda namlik ko'payib ketadi-da, bolada bichishlar, qizarishlar, achishlar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Влажный salfetkalar nimaga o'ylab topilingan? Qanaqadir yuvishga sharoit bo'lmagan holatda, siz yoki ko'chada bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqadir joyga boradigan bo'lsangiz, bola qiynalmasligi uchun o'ylab topilgan vositalar hisoblanadi. Undan kun davomida foydalanish, 5-10 martalab foydalanish yoki turli xillardan foydalanish shart emas. Bolajonlar uchun ishlab chiqarilgan maxsus 0% влажный salfetkalarni ishlatish tavsiya qilinadi. Qizarishning asosiy sababi, menimcha, siz ko'p shirinlik iste'mol qilasiz. Bolajoningiz allergiyaga moyil bo'lganligi sababli siydik orqali bu modda ajraladi va ostini qizarishiga olib keladi. Siz bolani emizganingizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri hamma mahsulot bolani organizmiga kiradi. Shuning uchun hozirgi kunda zamonaviy meditsinada dieta yo'q deyilgani bilan siz shirinlik miqdorini kamaytirishingiz zarur bo'ladi. Hurmatli oyijonlar, to'g'ri, влажный salfetkalar biz uchun juda ham komfortli, kompaktli mahsulot hisoblanadi, lekin uni ham to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda qo'llash tavsiya qilinadi.